Sayxunobod tumanida dehqonchilikka alohida e'tibor qaratiladi. Ushbu jarayon muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan Sayxunobod tajribasi orqali yangi bosqichga ko'tarildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Gapimiz isbotida erta bahordan tomorqalarda turli yumushlar bilan band bo'lgan mirishkorlar xonadoniga tashrif buyuramiz. Tumanning Olg'abos mahallasida istiqomat qiluvchi Abduvali Musayev xonadonidamiz. Ayni damda qahramonimiz o'z tomorqasida ertaki sabzi yetishtirmoqda. E'tiborli jihati shundaki, hukumatimizning 317-sonli qaroriga muvofiq namunali tomorqani tashkil etish bo'yicha Abduvali aka usta dehqon sifatida tanlab olingan va ularga subsidiya ajratilgan. Bu ertangi sabzi bilan biz mana 4-yil shug'ullanyapmiz. Mana davlatimiz tomonidan subsidiya ajratildi. Mana bunaqa instalnoy simlar oldik. Bizga ancha afzallik tomonlari yaxshi bo'ldi. Buning eng afzallik tomonlari mana qishda mana bu qor yomg'irda boyagi nimalarimiz egilib sinib ketardi. Buni nimasi yaxshi tomoni shu egiladi-yu, ertaga shu sal erigandan keyin bu yana o'z holiga kelib qoladi. Shunday qilib bizning ancha ishimizni yengillatdi. Bu davlatimizga alohida rahmat aytamiz bu bo'yicha. Bu subsidiyani ham o'ziga yarasha bir mas'uliyatli tomonlari bor ekanki, mana shu ekilayotgan mahsulotlarimizni qo'shnilarimizga, og'ayni qarindoshlarimizga, shu mahallamizga o'rgatish ham bir ancha nima bo'lar ekan. Shu biz tomonimizdan o'rganib mana hozir qo'shnilarimiz, mana shu qishlog'imizda bir 100 dan ortiq xonadonlar xuddi shuni kelib ko'rib, qanday ekilish tartiblarini so'rab o'rganib, o'zlari ham ekib yetishtiryapti. Tushunmagan joylari bo'lsa borib turing, ko'rsatib, ekib boyaginday yo'l yo'riqlarni ko'rsatib kelyapmiz. Abduvali aka mana shunday tomorqasidan unumli foydalanmoqchi bo'lgan fuqarolarimizga nima tavsiyalar berasiz? Birinchi boshlashda ozgina, misol 2 sotiqdan boshlasam, mana bu simini, plyonkasin,i urug'ini olishga kamida bir 2 million, 3 million xarajat ketadi. Lekin o'sha 2 sotiqdan 6-7 million so'm daromad qilsa bo'ladi. Bu birinchi ekin. Bu birinchi ekinni 15-may holatiga o'sha birinchi ekinni yig'ishtirib olinadi. Undan keyin orqasidan yana ikkinchi ekin, qo'shimcha ekin ekilaveradi. Ekinga birinchi o'sha urug' sepilib, undan keyin o't chiqarmaydigan o'zining bir gibrisidi bor, gibritsid. Shuni sepamiz. Unib chiqqandan keyin selitra, karbamid ozgina-ozginadan sepiladi. Boshqa unaqangi bunday xarajatli narsalari yo'q. Darhaqiqat bugungi kunda tomorqasidan daromad topayotgan hamyurtlarimiz ko'plab topiladi. Mutasaddilar tomonidan berilayotgan ko'mak va imkoniyatlar ularning safi kengayishiga sabab bo'lmoqda. Abduvali Musayev kabi usta dehqonlar esa har bir qarich yerdan unumli foydalanib, aholi daromadini yanada oshirishga xizmat qilyapti. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 13-maydagi 317-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Sirdaryo viloyatida jami bo'lib 450 nafar usta dehqon tanlab olindi. Shunda Sayxunobod tumanida 6 nafar usta dehqon tanlab olinib, ularga subsidiya ajratib berildi va xonadonlarda daromadli ekinlar ekish yo'lga qo'yildi. Mehnat qilgan inson hech qachon kam bo'lmaydi. Sayxunobodliklar esa bu haqiqatni amalda isbotlab kelmoqda.